G'ayba darsxonamizga xush keldinglar. Biz bugun usulul hadis darsligimizningki 7-darsini o'qiymiz. Biz bugun usulul hadis darsligimizning 8-darsini o'qiymiz. Biz bugungi darsimizda yana shu hadisning qismlarining turininki oxirini o'qiymiz, ya'ni davomini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda munqati va mu'dal, undan boshqa muallaq qanday qildik o'qidik. Undan ilgirki darsimizda mursalni o'qidik. Hem de biz bugünkü dersimizde mudallasni o'qiymiz. Bu mudallas degan nima desanglar, mudallasning asli lug'at ma'nosi saxtipaz, yolg'on aralashtirilgan degan gap. Ammo hadis katalogisi sap saxtipazmi? Ya'ni mudallas hadisning hammasi shu ravininki, shu mudallas qilg'uvchininki saxtipazligini bildiramdi desa, yo'q. Bunda xilma-xil g'arazlar bo'ladi. Ya'ni mudallas degan nima desanglar, mudallas deganimiz masalan bir odamdan hadis angladi, hadis oldi. Onundan keyin o adam yana bir odamga hadis deb berdi. Depaga vaqt depagada men buni palondan angladim, u palonni anglabdi ekan deb shunda zanjirsma mangadi bu. O adam deppa anglagan, hadis anglagan ustozini so'zlamay, u ustozni tashlab etib, ustozi anglagan odamdan bevosita naql qildigan. Ya'ni depaga odamga ustozni deb bermay, ustozining ustozidan xuddi anglagandek bevosita qanday qilgan naql qilgan ahvollar bor. Ustozni tashlab etib. Bu yerda biz mudallas qildi deymiz. Ustozni qana qildi, tashlab etdi deymiz. Nima uchun tashlab etdi? Buningda xilma-xil sabablar bo'ladi. Masalan, ba'zilari o'zi tang tush odamlar bo'lib qolsa, u odamdan hadis apto deb mundaq sababdan qana qiladi, tashlab etadi. Bu bir bu odamning adolatiga to'g'ri kelmaydi. Shunga mudallas degan nima sahih emas. Qalbidagi cho'ngchilik tufaylidan ustozni hadis haqadan tashlab etishi mumkin yoki savoqda bo'lib qolsa masalan. Yoki bo'lmaydi siyosiy sabablar tufaylidan podshohdan qo'rqib shu vaqtdagi har xil sabablar tufaylidan qana qiladi, tashlab etadi. Hatto ba'zilari yomon g'arazlikmi bo'ladi. Masalan, hadis haqadan hadisni qabul qilmaydigan ishonchsiz odam bo'lsa, ma odam shu hadisni jamiyatda qabul qildirishni maqsad qilgan bo'lsa, ma odamdan hadis oldim deb shu odamni bili naql qilsa, kishilar qana qilmaydi, qabul qilmaydi hadisni. Shuning uchun o'sha odamni tashlab etib, uning ustundagi ishonchli odamdan bevosita naql qilgan ahvol bor. Amaliyotda u odam o hadisni uning ustundagi odamni qana qildi, anglamadi, tashlab etgan odamni angladi. Bumi eng ig'ir tadlisninki ig'ir shakli. Mayli tadlis qanday shaklda bo'lsin, asli hadisda tadlis qilish bu harom. Tadlis qilishga bo'lmaydi. Chunki bu bir saxtipazlik. Yolg'onchilikninki bir qirindishi deglik buni. Endi tadlis shunda shayxini tashlab etishlan bo'ladi. Yana bir turi qanday desa, sal insofliroqlari shayxini tashlab etmaydi, ammo a shayxining ismini hammasiga ma'ruf tunishliq bo'lg'achqa tashlab etay desa, texi qana qildi desa, o shayxninki, o ustozininki tunishliq bo'lmagan bir ism bilan atab qana qiladi, naql qiladi. Shu odamninki kuniti yoki laqami xalqlar uni desa, tunimaydi. Bunda holatni naql qilganlar bor. Bumu tadlis qilganlik. Unda biz darsimizni qaraylik. Bismillahirrohmanirrohim. Wa ma ata mudallasan naw'an. Endi mudallas bo'lgan hadis ikki turlik bo'ladi. Birinchisi al-awwal al-isqatu lish-shaykh. Shayxni qana qilib o'tish, tushirib o'tish va yanqula mimman fawqahu bi'an. Va u shayxining ustundagidan aynulan an fulan deb legenda aynulan boshlab qana qilish, hadisni naql qilish. Va than ikkinchisi la yusqituhu, uni tushirib etmaydi. Lakin yasifu, lekin sifatlaydi, awsafahu, uning sifatlarini bima la yan'arif. Tunilmagan sifatlarni qana qildi, sifatlaydi. Masalan hamda ruya an Abu Salih Shaybani desa, buni ko'p odam bilmaydi. Abu Salih Shaybani degan kim? Ammo bu kimning kuniyati? Imom Ahmadning kuniyati. Imom Ahmad desa hammadan biladi shundaq-ku. Ammo Imom Ahmadni xalqlar Imom Ahmadning savoqda bo'lib qolsa, o'sha odam farzand Imom Ahmad savoqdashidan hadis o'rganibdi ya deb shunda ko'ngil kelib qolmasin deb qalbidagi cho'nchiq tufayli tashlab atmay, insof qilib, uningki xalq tunimaydigan bir sifat bilan qanday qiladi? Naql qiladi. Bu nima bo'ladi? Bu tadlis qilganlik. Bu tadlis odatda bizning jamiyatimizda ba'zan bir muomalalarda uchrab turadi. O'z vaqtida hadisda shuna tadlis qilgan ishlar
bo'lgan. Biz baytın degandek, bu tadlis to'g'ri emas, harom ish. Undan boshqa tunmaydigan kuniyatları mush orqali qanday qiladi? Hadis naql qiladi. Demak, mudallas hadismi daifning qatoridan, shuning uchun u hujjat qilinmaydi. Onda bo'lsa vaqtlar bizning bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأصال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف